Shu kuni o'lganlar tirilmaydi deb qaraydigan Saduqiy diniy iqlimliklar Hazrati Aysoning oldiga kelib, ustoz, Musa payg'ambar Tavratda bir kishi farzand ko'may o'lib ketsa, uning aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga elib, qarindishi uchun nasl qoldirishi lozim deb ta'limlagan. Burun bu yerda 7 oqquqi bor edi. Cho'ngi o'langandan keyin olamdan o'tdi. Farzand ko'mganlikdan keyindiki inisi yangisini amriga oldi. Biroq u farzand ko'may olamdan o'tib, ayoli keyindiki inisiga yotliq bo'ldi. Bu ish toki 7-inisigacha davomlashdi. Oxirida u ayolmi olamdan o'tdi. Endi so'raydig'imiz shuki, qiyomat kuni bu ayol 7 oqquqdan qaysisining ayoli bo'lib tiriladi? Chunki uni hammasi amriga olganda, Hazrati Ayso ularga bunday javob berdi. Sizlar muqaddas yozimlarni va Xudoning qudratini bilmaganliginglar uchun xatolisizlar. O'limdan tirilgandan keyin insonlar arshdagi farishtalarga o'xshash xotin olmaydi, erga tegmaydi. O'limdan tirilish masalasi haqida Xudoning sizlarga degan so'zini o'qimadinglarmi? Ajdodlarimiz Ibrohim, İshak ve Yaqublar burun olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Xudo ularni tirik hisoblab, men İbrahim, İshak ve Yaqublar e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman deydi. Demak, Xudo o'liklarning emas, tiriklarning Xudosidir. Ularni anglagan xalq uning ta'limidan dong ketib kelishdi. Farisilar Hazreti Aysoning Saduqiylarning og'zini tuvoqlaganligini anglab, bir yerga jam bo'lishdi. Ularning orasidagi bir Tavrat ustozi Hazreti Aysoni sinash maqsadida uningdan: "Ustoz, Tavrat qonunidagi eng muhim amr qaysi?" deb so'radi. Hazreti Ayso uningga mundaq dedi: "Parvardigoring bo'lgan Xudoni butun qalbing, butun jining, butun zehning bilan so'ygin. Oldingi ve en muhim emir mana şu. Onunla o'xshash muhim yana bir emir bo'lsa, qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y. Bütün Tavrat qonuni ve peygamberlerning ta'limotlari bu ikki emirni asos qilgan."